Mana salchan qarang buni. Oiladagi sharoitlar o'zgaradi. Hammasi o'zgadan qo'llanadi. Assalomu alaykum. Oqsoqol yaxshimisiz? Salomatmisiz, charchaysizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qani, kirsam maylimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalash yaxshimisiz? Nimadan birinchi o'rin olib ketdi? Pokiston. O'xtay. Ayog'i. Qoraqalpog'istonda katta nimada boks. Ha, shu uchun bayram deydi. Bayram семейный праздник bor. Tabriklayman. Молодец. Nima niyating bor? Yo, agar xo'p desangiz, men shu eng yangi oxirgi formalarni masalan ijod o'sha eng zo'r brendini ertaga senga yetib keladi, xudo xolasa. Tabriklayman g'alabalaring bilan. Zo'r boksyor bo'lgin kelajakda. Salomat bo'lgin. Ishlaringga omad. Lekin hamma guruhim. Lekin men ham sizlarga o'xshab qishloqdan chiqib borganman o'sha yerga. Eng chekka qishloqda o'qib, harakat qilib, shu narsalarga erishib, mana shu narsalarga erishish uchun o'qish, intilish, harakat qilish kerak. Sizlarning qo'lingizdan keladi. Kontaktlaringni olaman. Maqsadlarni katta qo'yinglar. Katta maqsadlarni qo'yib, qo'rqmasdan mehnat qilinglar. Halol mehnat qilsanglar, mana ota-onalar halol mehnat bilan sizlarni ulg'aytirib o'stiryapti. Endi sizlarning oldingizda katta hayot turibdi. Agar shuni qattiq ushlab, intilib, reja qilib, uddalab ketsanglar, oilalardagi sharoitlar o'zgaradi. Hammasi o'zgarib qo'yadi. Men sizlarga yordamchiman. Omad. Salomat bo'ling. Men молодец, asalcha. Mana qarang. Mana salchan qarang buni. Ey, baraka topsin. Nurbek ertaga shaharga borsin. Ertaga shaharga boradi-ku. Men o'zim formalarni o'zim olib beraman, birga tanlaymiz. Men o'yladim, hozir bunga bu yoqdan olib kelib, bu yoqdan olib ketsam vaqt ketib qoladi hozir. Nurbek. Ertaga Nukus shahriga borasan. Nukus shahriga borsang, formalarni birga tanlab olamiz, xo'pmi? O'zing yaxshi ko'rgan formalarni olamiz, birga chempion bo'lishing uchun. Ishlaringga omad, salomat bo'lgin. Ertaga ko'rishamiz-a? Kayfiyatingni ko'tar.